Bugün 13 yanvar. 1945-yili 1-ayning 13 kuni G'o'lja Harambagh urush maydoni. Rizvangul atliq bir qiz o'z hayoti badaliga sabdoshlarini qutqizib qoldi. Komandir yig'lab turib qizning jasadini quchoqlaganicha butun sap bo'yicha hujum qilishga buyruq tushirdi. Shir yurak azmatlar Rizvangul uchun deyishganicha dushmanni tarmar qildi. Urushning dastlabida bu qizga "Manga singlim, og'chaylimingni o'yna" degan erkaklar taram-taram yosh to'kishdi. Bahodirlik medali uning dadisining maydisiga taqalganda dadi o'zini tutolmay yig'lab ketdi. Mana shu chaq kishilar dunyodagi eng ig'ir yukning oti zimmasidagi farzandining tavut ekanligini bilib yetdi. Mana bugun Uyg'urning so'yimli qizi Baturi Shafqat hamshirisi Rizvangul Hoshimning vafotiga 72 yil bo'lgan kun. Sharq Turkiston xalqi shahidimiz Rizvangulni iftixorlik bilan eslaydi. Alloh marhumaning yotgan yerini jannat qilsin. Xitoy hukumatining o'rinlashtirishi bilan Dunyo musulmonlar jamoatlari kengashining raisi Ali Rashid Noamiyning yetakchiligidagi 14 davlat vakillaridan tashkillangan o'mak 9 yanvar kuni Urumchiga yetib kelib, Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. Dunyo musulmon jamoatlari kengashi vakillarining Sharq Turkistondagi atalmış bu ziyarati va ularning Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlariga qilayotgan qirg'inchilik tex to'xtamagan Sharq Turkistonning tuprog'i turib, Xitoyning qirg'inchilik va bostirish siyosatlarini oshkor qo'llab e'lon qilgan bayonotlari ijtimoiy taratqularda jiddiy tanqidiy inkos qo'zg'amoqda. Shundaqla xalqaro diniy erkinlik va kishilik huquq organlarining qattiq tanqidiga duch kelmoqda. 11 yanvar kuni Amerika Diniy erkinlik komiteti Washingtondagi xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti orqa-orqadan bayonot yo'llab, Xitoyning o'rinlashtirishi bilan Dunyo musulmon jamoatlari kengashi boshchiligida tashkillanib, Sharq Turkistonni ziyorat qilgan musulmon davlatlar vakillarini qattiq aybladi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Osiyo bo'limining muavin mudiri bayonot berib, bularning hammasi Xitoy hukumatining bir o'yini ekanligini, Xitoy hukumati musulmon hukumatlar va islom ulamolarini ishga silib, ularni suiiste'mol qilish orqali o'zini oqlamoqchi ekanligini, bu hukumat va ulamolarning musulmon qarindoshlarining diniy haq-huquqlarining dafsanli qilinayotganligi qarg'ularcha ko'z yumganligi kishini to'lim umidlantiradiganligini, vijdonini ishki tangiga setib, Xitoy hukumatining tashviqot uchun g'oyat zo'r kuch chiqarayotganligini bildirib, kishilik huquqni himoya qilgan o'xshamagan guruh va tashkilotlarning mazkur ko'zbo'yamchilikqa jiddiy inkos qaytarishning ta'xirsiz ekanligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu o'makning Xitoyning atalmış Xinjiang siyosatini og'zi-og'ziga tegmay maqtishi, o'mak boshlig'i Ali Rashid al-Nuamiyning bayonoti, chet ellardagi Uyg'urlarning qattiq noroziligini qo'zg'ab qolmay, balki yana Amerika va boshqa davlatlardagi musulmon tashkilotlarining, shundaqla xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli tanqidiy inkosini qo'zg'amoqda. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 11 yanvar günü Xitoy virusi yuqumi to'g'risidagi haqiqiy sonliq ma'lumotlarni oshkorlash kerakligini yana bir qitim ta'kidlagan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitoy e'lon qilayotgan rasmiy statistikalarning davlatdagi haqiqiy Xitoy virusi yuqum ahvolini aks ettirmaydiganligini bundan ilgari tilga olgan. Mazkur organning jiddiy ahvolga taqobil turish direktori Michael Ryan Fransiya agentligiga qilgan so'zida Dunyo Səhiyyə Təşkilatı Xitoy e'lon qilayotgan o'lim yetim ahvolining yanada Xitoyda yuz berayotgan ichinishlik amaliyotni aks ettirmaydiganligiga ishonadi degan. CNN'ning 11 yanvar kuni tarqatgan xabarda Beijing shahridagi bir jasad ko'ydirish o'rnining sun'iy hamroh ko'rinishlarini selishtirish orqali jasad ko'ydirish o'rinlaridagi harakatchanlikning odatdan tashqari jiqligini, yuqumdan kelib chiqayotgan o'lim yetim ahvolining hukumat e'lon qilgandan zo'r darajada ko'pligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy virusi yuqumining yangi varianti tez sur'atda tarqalayotgan bo'lib, hozirgacha 38 davlatda bayqalgan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın Xitoy virusi yuqumi texnikalik yetakchisi Maria Van Kerkhove'ning Fransiya agentligiga bildirishcha, bu variantning tarqalish sur'atining nihoyat tezligini, shundaqla tabiiy immun kuchini va vaksinadan paydo bo'lgan immun kuchini bo'sib o'tish iqtidorining yuqori ekanligini, mutaxassislar bu variantning odamni qanchalik kasal qildiganligini bilish uchun yetarli sonliq ma'lumotga ehtiyojli ekanligini aytgan. Xabarda aytilishicha, Amerika hozirga qadar bu Xitoy virusi yangi variantga oid barliq sonliq ma'lumotlarni to'liq ta'minlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy izchil yoshirib, yolg'on ma'lumotlar bilan ta'minlagan. Mazkur organning jiddiy ahvolga taqobil turish direktori Michael Ryan so'zida xatarni to'liq va atrofli baholash uchun yana yetarli uchur yo'qligini eskartgan. Xitoy doiralari o'tgan oyda Xitoy virusi yuqum qamalini biroqli bekor qilib o'tgandan keyin bu vaqtdagi sonliq ma'lumotlarni e'lon qilishni to'xtatgan. Xitoy doiralari hozirgacha Sharq Turkistondagi Xitoy virusi yuqum ahvoliga oid hech qanday yangi ma'lumotni oshkorlamagan.
11 yanvar kuni Angliya bosh vaziri Rishi Sunak bilan Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida birlikda Hind Tinch okeanining muqimligi va bexatarligiga kafolatlik qilib, Xitoy tahdidiga o'rtaq qarish turishni maqsad qilgan bir harbiy kelishimga qo'l qo'ygan. Mudofaa xabarlar torining xabar qilishicha, mazkur tarixiy kelishim Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishidaning Angliyaga qaratgan rasmiy ziyorati jarayonida imzolangan ekan. Angliya hukumatining bu vaqtdagi aniqlamasida ikki davlat imzolagan bu harbiy kelishim London bilan Tokioning Hind Tinch okeanini markaz qilgan holda texmi keng ko'lamli, texmi murakkab harbiy manevr o'rinlashtirishni planlash va yetkazishni kuchaytirganligidan derak berdi ekan. Bu kelishimga asosan Angliya qurolli qismlari Yaponiyaga o'rinlashsa bo'ladi ekan. Birlashma agentligining aytishicha, yaqinqi yillardan buyon Xitoyning Hind Tinch okeanidagi harbiy mavjudligini kuchaytirishi, to'xtamay Tayvanni ishg'ol qilish haqida parokandachilik silishi jiddiylikni kuchaytgan. Natijada Yaponiya va Angliya har ikki davlat harbiy hozirliklarini kuchaytirib qolmay, o'zaro mudofaa va bexatarlik hamkorlikni kuchaytirishga bel bog'lagan ekan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, kiralg'un ishiltib bo'libla qapqiqini yipib etganda, kiralg'udagi qoldiq suv tomchilarining parga aylanishiga foydasiz bo'libla qolmay, yana bakteriyalarning ko'payishiga sharoit hozirlab berdi ekan. Kiralg'udagi yuvish chilikining sirtida yana bir qavat bor bo'lib, kir suvi ikki qavat orasida oqma harakat qiladi. Bu ikki qavat orliqini tozalash qo'laysiz bo'lg'achqa vaqt uzargan sari keraksiz moddalarning yig'ilib qilishini keltirib chiqardi. Bu moddalar tarkibida har xil kasalliklarni keltirib chiqarguvchi bakteriyalar va zamburug'lar bo'lib, bularning nam sharoiti ko'payishi texmi tez bo'ladi. Kir yuygan vaqtda bakteriya sporisi suvning yo'nalishi bo'yicha oqma harakat qilib kiyimlarga chaplashib oladi-da, bu kiyimlarni kiygan vaqtda teri qichishish, teri sezguliki, teri qapartmasi, hatto teri yalloq qatorliq bir qism teri kasalliklarini keltirib chiqardi.